Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bize bir 39 kollejning arkasında bize do'stlar. Tayyor joyimiz ham bor bunda, döşeklar bilan 200 kvadrat joy. Bu yanda korobka xalati shuni. Kimni qiziqtirgan bo'lsa do'stlar, ekranda nomerlarni qo'yamiz. Murojaat etsangiz kelib ko'rsatamiz. Asab tayyorni ko'rsatib o'tamiz zatonda ketdik do'stlar. Eshikni aldalar siyashkatlangan, kanalizatsiya to'shalari ham bor. Suv, svet, gazdan muammo yo'q. Tayyor joyimiz bu, döşelib turibdi. Do'stlar, xonalarımızdan girib keldik. Girib kelganimizdan girish qismimizda o'ng tarafimizda pirxoshkalar bo'ladi. Eshiklarimiz demir eshiklardan qo'yilgan yarma kapı. Bu yanımızda rakovina mestasi bo'ladi. Rakovina mestasi da patolka kafel qo'yilib, akkuratni bezatilgan. Ramka olib, high-tech, klassik variantda bezatilgan hovli joyimiz. Patologlarimiz ham gipsokordondan figura bezatilgan. Girgan hovlimizda uğuluklar koyulup, divarlar üstünleri koyulup, çırayla halatında durdu. Buralı taşarla verip ramka alıp, acayip edip bize koyup dolar. Televizor koyalım mesasına high-tech variantta zaten. Eşiklerimiz MDF eşiklerden koyulgan. Hem meri. Registrlerimiz iki toçya taşa ötülengen. Kolumuza kondisyonerler koyulgan yana. Esa onda birinchidan ko'rsatib boshlaymiz. Birinchi xonamizga kiradigan bo'lsak, bu gostiniyamiz bo'ladi. Gostiniyamiz ham shu ramka olib, high-tech variantda zatilgan. Atachenta, чистый atachenta bu ramkaning ichida. Atachenta urilgan. Üstler köşelerimiz hali paket. Paket ham ochilmay turibdi. Lyustralarimiz ham chiroyli lyustralardan qo'yib qo'yibdilar. Hammasi orijinal eng sifatli materiallardan zatelingan. Videolarımızdan televizor qo'yilgan mestasam zaxo'niyat deb zet qo'yibdilar, ajoyib edib. Neo klassik deymi? Shu uslubda zatelingan. Daborlar ham qo'yilib, eshiklarimiz ham MDF yaxshi eshiklardan qo'yib o'tilgan. Doğrumuzda pesimizde spalnimiz oldu. Bir de spalnimiz oldu. Bu spalnimiz ham atachenta boyladan urilib, tayyor holatında. Patologlarımız ham atachenta urilgan, çizdiğin figura berilib, gipsokardondan bellerimiz ham tayyor holatında turibdi. Bu yerda sanuzelimiz oladi. Sanuzelimiz ham pollarimiz kafella urilib, da patolka kafel etilgan. Dushovoy kabinalar. Bu yanda yine rakovina mestalar ham chiroyli bezatib qo'yibdilar. Koko firmasini unitazlari qo'yilib, aristollar qo'yilib, bu yer ham tayyor holatda do'stlar. Bu yan tarafimiz kuxnyamiz oladi do'stlar. Kuxnyamiz ham atachenta urilgan devorlarimizga, mebellerimiz ham klassik mebellerden qo'yilgan. Zamonaviy yaxshi bedayni nastelnik kotyollardan ega. Nastelnik kotyollar eng yaxshi sifatlisidan, güchlisidan qo'yibdilar. Gaz plitalar qo'yilgan, ichishkalar qo'yilib, rakvinalarni qo'yib, xolodilniklar ham Shivaki firmasini Inventor xolodilniklaridan qo'yilgan. Tayyorlangan. Ishab turibdi. Hamma narsa paketal. Bog' qismini ko'ringlar do'stlar. 200 kvadrat joyni ko'psinde bog'lari kichkina bo'ladi. Buni bog'inda yana topchan qo'yib o'tiradigan mestalar zatilib tayyor bo'lib turibdi. Navislar ham urilib, bu yoqlarimiz yana orqa tarafdan ham girib chiqadigan xoti bor. Berimiz ziloniy zonalari bo'ladi. Ziloniy zonasi ham gullarni qo'ysangiz chiroyli bo'lib turadi. Fasadlar ham bitib, joyimiz tayyor bo'lib turibdi. Dajr sho'tkalar ham qo'yilib o'tilgan beri. Ko'chaga, bog' tarafi. Joyimizni xulosadan olsak do'stlar, tayyor. To'g'ri girasizlar, bir ubur ketib berib yashab ketaverasizlar do'stlar. Keyingi kanalımıza davom etamiz. Tomosha qilishni
Devam edelim dostlar. Lesisalarımız ham kuyma. Apşib ketilib taxtadan chiroyli svetlar bilan urib bezatib qo'yibdilar. Bu yerdan meni gipsokardondan chiroyli bezatib qo'yibdilar. Figura berilib, buralar tashab o'tilgan. Bu yerimiz ham high-tech variantda ikkinchi etажimiz ham ramchal bezatilgan. Xonalarimiz birinchi xonamiz bo'ladi bu. Spalnya, взрослый spalnya bu. Dekorativni bezatib qo'yibdilar bu yerni. 2 boydan. Mo'ysha boylar, super mo'ysha. Bu yerda yana balkoni. Balkondan mega joyimiz. Bu yerimiz взрослый spalnyasi bu. Bu yerda детский spalnyasi. Детский spalnya ham super mo'ysha bo'ladan urilgan. 2 oyna ko'chaga qaragan. Aytganimiz bu yerdan dekorativni bezatib berganlar bo'y bilan. 2 boy qo'shilib. Lyustramiz ham yaxshi ish. Lyustradan qo'yilgan eshiklarimiz ham endi yaxshi ishlardan qo'yilgan. Bu yerimizga qaranglar. Chiroyli bezatib qo'yibdilar. Zalimizga kelsak, zalimiz ham ramkalı bezatilgan bu yerdan. Bu yerda yana Allohning kalomlari yozilgan. Xonadonimiz feyzli xonadonlardan do'stlar. Ko'rib turganingiz yana televizor qo'yilgan zonalardan neobishni bezatib qo'yibdilar. Do'stlar, sizlarga ko'rsatsak joyimiz shu yerda. Joyimizni место положениясini yana bir aytamiz. 39 kollejning orqa tarafida 2 etaj, 200 kvadrat. Pulni to'xtalib olsak $85,000. Kimni qiziqtiradigan bo'lsa do'stlar, ekranda nomerlarimizni qo'yamiz. Murojaat etsangizlar kelib, ko'rsatib, kelishtirib beriladi. Bu hovli joyimizni korobkasi ham bor. Olaman desangizlar, korobkasi ham kelishib beriladi. 800 million deb turibdilar. Uni ham ozgina qaytib beradi. Uni ham ko'rsatib ketamiz do'stlar. Kimni qiziqtiradigan bo'lsa, xohlasangiz korobkasini olib ketaverasizlar, xohlasangiz mana. Bu tayyor holatida döşəlib turibdi. Doğru yerib yaşaydan olub. Esa hammaga sog'lik salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz. Like, podpiskadan chiqarmang do'stlar. Like, podpiska borsangiz, sizlar uchun joylarni ko'rsatib borishlar, olishlaringiz ham, sotishlariniz ham yordam etamiz do'stlar. Reklama uchun nomerlarimizni ekranlarda qo'yamiz. Kimki reklama etadigan bo'lsa, shu nomerga telefon etsangizlar reklama etib beramiz, sotib ham beramiz.